Onalarning настроениясini nafaqat brilliantlar yangi qo'yninglar, balki bir og'iz shirin so'z ham ko'taradi, to'g'rimi? Xullas, hammaga assalomu alaykum. Oyijonim ozgina настроенiyalari yo'q edi va men ularni romantik ujinga taklif qildim. Qaraqasiz. Yaxshimisiz? Onalarning настроенияsi yo'q bo'lishiga yo'l qo'ymanglar. Onalarning настроениясini nafaqat brilliantlar yangi qo'yninglar, balki bir og'iz shirin so'z ham ko'taradi, to'g'rimi? Shirin so'z bilan mana oyijonimizga birgalikda kiyim olib keldim desa yana ham ko'taradi. Hozir hamma hid yoshni boshlaydi. Voydod imkoniyati yo'llanchi. Hazillashamiz. Onani qo'ynini bir og'iz so'z bilan, bir og'iz bitta dona morojniy bilan ham ko'tarsa bo'ladi. To'g'rimi oyijon? Ha? Kulib qo'ying. Ko'tarilyapti настроениyangiz? To'g'rimi? Hammaga yaxshi kayfiyat. Sizlar ham shundoq hozir ham ertagami oyijoninglarni, ahli ayolinglarni, uydagilarni, opa-singillarni shundoq olinglar-da. Bitta dona morojniy yegani ham chiqib ketdi. Sizlardan nima ketdi? Bitta dona morojniy hech kimni o'ldirmaydi. Hamma gap onani duosida. Oyijon, sizni duolaringiz bilan mana shu kungacha yetib keldi va nima deydi, duolaringiz bilan Xudo xolasa shunchalik bo'laman. Rahmat. Ko'rasizlar, baribir настроениялari ko'tarilmagan. Hozir desert olib beraman, ko'tariladi.